Navbatdagi lavhamizda ham sodir etilgan og'ir jinoyat haqida so'z boradi. Samarqandda 2 nafar yosh yigitlar 70 million so'm pul uchun o'z mahalladoshini 27 marotaba pichoqlab o'ldirishdi. Holat yuzasidan kuni kecha sud majlisi bo'lib o'tdi va unda jinoyatchilarga sud hukmi o'qildi. Tafsilotlar muxbirimiz Mo'tabar Nurmuhammedova reportajida. Samarqandlik yosh tadbirkorning hayoti bolalikdan qadrdon bo'lgan do'sti qo'lida fojiali yakun topdi. Sud tergovi uzoq davom etdi. Taraflar o'z vajlarini keltirdi. Yosh ishbilarmon yigitning hayotiga nuqta qo'yib, o'sha tunda o'z qo'llarini do'stining qoniga bo'yagan yigitlar hamon o'zini oqlashga urinardi. Ular o'zi aytayaptilar, pul uchun bo'lmagan. Bagajni boshida pul chiqdi. Bagajni olib qo'ydik. Bo'ldi, shu bilan Toshkentga qarab ketdik. Ammo ekspertiza xulosalari, dalillar bilan tasdiqlangan ayblov xulosasi bor. Ular qotillikda gumon qilinmoqda. Dahshatli qotillikka qo'l urganini o'zlari ham suddagi ko'rsatmasida inkor etmayapti. Jahl ustida bo'lib qoldi. Qilgan ishimdan chin ko'ngildan pushaymonman. Bunaqa bo'lishini xohlamagandim men. Sud hujjatlarida qayd etilishicha, muqaddam sudlangan 23 yoshli Nazir bir qator shaxslardan qarzdor bo'ladi. Ulardan qutulish, moddiy ahvolini yaxshilash maqsadida o'z qo'shnisining boyliklarini ko'zlaydi. Bugun birgalikda akvarium panjara ortida o'tirgan Zafar bilan tunda marhumni chaqirib oladi. Go'yoki arzon narxda telefon sotib olib, uni qimmatroqqa sotish haqida aldab, jinoyatini amalga oshirish uchun payt izlaydi. Shaharning qoq markazi Amir Temur va Buyuk Ipak yo'l ko'chalari kesishmasiga kelgan vaqtida avtomashina yukxonasidagi 70 million so'm pullarni qo'lga kiritishni osonlashtirish maqsadida orqa o'rindiqda o'tirgan Zafar marhumning bo'yin va yelka qismini ushlagan. Yonida o'tirgan Nazir esa do'stiga 27 marotaba pichoq urgan deyiladi hujjatlarda. Afsuslangan odam o'zini himoya qilmaydi-da. Hech bekorga ham pulini o'g'irlab, pulini beraman deb, kuni bilan ovora qilib, shu oqshom shu ishni qilgan bular. 4 ta farzandim bor edi. 3 ta qiz, mana shu kenjasi o'g'il edi. Endi kelin o'qib kelamiz deb o'tirgandik, yaxshi niyatlar bilan. Do'stining hayotiga yakun yasagan Nazir marhumni o'ziga tegishli mashinaning yukxonasiga joylaydi va hech qanday hujjatlarsiz mashinani boshqarib, Pastorg'om tumaniga olib borib tashlaydi. Suddan sal bo'lsa ham yengilroq jazo berishlarini so'rayman, uylanmaganman, yoshman, oilada yolg'iz o'g'ilman. Jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand shahar sudi raisi o'rinbosari Abduhakim Oltiboyev vahshiy qotillik tafsilotlari qayd etilgan hujjatlarni o'rganib, so'nggi so'zni aytdi. Yo'ldoshev Nazir Nimatovich, O'zbekiston Sud jinoyat kodeksining 97-moddasi 2-qismi J.I.P. bandlarida nazarda tutilgan jinoyat sodir etganlikda aybli topilsin. Jinoyat kodeksining 59-moddasi tartibida tayinlangan jazolarni qisman qo'shish yo'li bilan uzil-kesil 19 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Hamroqulov Zafar Umidovich, O'zbekiston Respublikasi jinoyat kodeksining 97-moddasi 2-qismi I.P. bandlarida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda aybli topilsin. Unga nisbatan jinoyat kodeksining 59-moddasi tartibida tayinlangan jazolarni qisman qo'shish yo'li bilan uzil-kesil 18 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Mo'tabar Nurmuhammedova, Ozodbek Nurmuhammedov, Samarqanddan.